Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Rossiyaning pulini O'zbekistonda ham topsa bo'ladimi degan savolga javob qaytaryotgandim. Topsa bo'lar ekan, mutaxassis bo'lsangiz tez bo'lar ekan. Mutaxassislik yo'q bo'lsa, o'qish kerak ekan, kamida 3 oy. Mutaxassisligingiz bo'lsa, masalan, men shakliy buyumlar ustasi, ya'ni kasnishim, chopon tikaman. Shunga menga ijtimoiy tarmoqqa chiqishni boshlagandan beri tez bo'ldi. Yana ham ko'paydi. Zakazlar bularga bunaqa oldin bir donali, endi yakka odam kasnishim tiktirgani zakaz berardi. Hozir formalar ham zakaz olyapman. Mana bunaqa mayli formalar, endi bular veteranlarga mayli forma oldim. Mana o'sha birdan 10 gacha hozircha 10 ta odam, hammasini telefon raqamlarini ham olganman. Keyin oldin maktab o'quvchilari bitiruv marosimi qilishardi. Hozir bog'chalarda ham bitiruv marosimi qilishyapti-ku. Bunaqa zakazlarni berish boshlandi. Ya'ni kuchaydi. Bitta guruh, matgacho'r, ikkita guruh, 3 ta guruh. Shuna qilib topsa bo'lar ekan. Ko'proq ishlash, asterda ishlash kerak ekan. Topsa bo'lar ekan. Yana qolgan qancha topsa bo'lishligini hisob-kitob qilib, oyda oxirigacha necha pul topsa bo'lishini aytib boraman. Hozircha sog' salomat bo'linglar. Hammaga omad.